Quyosh botishini qaranglar. Manzarani qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bizda hozir Ardaxivada Ardaxivada mana bunaqa bino bor ekan. O'shani tepasida mana bunaqa joy qilib qo'yishgan. Manga o'xshaganlar mana shunga chiqishi uchun bo'lsa kerak-da. Nima deb o'ylaysizlar? Mana chiqdik tepaga. Mana bu yoqdan hammasi ko'rinadi. Mana bu yoqda baliq tutib pishiradigan joylari bor ekan, mana o'chalarni ko'rayotgan bo'lsanglar. Menimcha Ardaxivaga kimdir keladi, mana bu yoqda mana hamma ishlayapti, tozalayapti. Unaqa qo'riqlash xizmati, Milliy gvardiya hamma shu yoqda. Mana fontan ishlab turgandi. O'chirishdi. Menimcha tez-tez ishlatib ko'rishdi. Lekin mana bu quyosh botishi boshqacha. Vibe boshqacha umuman. Ardaxiva zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas.